Siz bolangizni va o'zingizni och qoldiryapsiz. Sizga dieta kerak deb sizni aldashyapti. Bunga ishonmang. Farzandimga zarar bo'lmasin deb qotgan non va sho'rva ichishni to'xtating. Bu dieta aslida bolangizni sog'lom qilmaydi. Aksincha, sizni quvvatdan, bolangizni esa vitaminlardan ayiradi. Bilasizmi, ona suti sizni oshqozoningizdan emas, qoningizdan hosil bo'ladi. Siz iste'mol qilgan olma yoki banan to'g'ridan-to'g'ri oshqozoningizdan sutga sakrab o'tmaydi. Nega rivojlangan davlatlarda tug'ruqxonani o'zidayoq hamma narsani yeyishni tavsiya qilishadi. Bizda esa meva va sabzavotlarni mumkin emas degan tushunchani ilgari surishadi. Bu tushuncha sizlarni kasal qilyapti. Sigaret va alkogol mutlaqo mumkin emas. Me'yorda ortiq iste'mol qilingan qondagi qand miqdorini oshishiga va bu bolaga salbiy ta'sir qilishiga olib keladi. Qolgan hamma narsalar, mevalar, sabzavotlar va vitaminlarga boy ozuqalar onalar uchun albatta shart. Faqat ilmiy asoslangan tavsiyalar olmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling va videoga like bosing.